Xotin, nimaga ochgan soli? Nima? Tushunmadim. Nima deyiladi ana bu? Xalta deyiladi. Ha, ana shuni och, men mushturlar soli. Jonimga tegdi, nimalab gapirding? Amsiya. Bu daraxt hosilancha nima mosuling? Nimaga osilik? Nima bu uyda, nima? Shunga hosiling deyman. Turnik deyaptilar. Ha, turnik bu uyda. Telpagim daraxtga ilib qolgan, shuni olaman. Bacham, Ha, dada. tualetda nima qilmagan uy topdik. Hozir. Onangim. Bacham, men bu terazani tualetda nima qilaman? Ha? Aytmadingiz-ku dada nimaligini. Tualetda nima bo'lmasligi mumkin? Ha? Ha, bo'ldi, tushundim. Bor onang ayt, onang olib kelsin. Ha. Sen umuman tushunmaysan gapni. Hozir men bu televizor bilan kino ko'raymi tualetda, nima qilay? Ha, nimaligini aytmayapsiz-ku, nima kerak sizga? Nima? Tualetda nima bo'lmasligi mumkin? Ha, men tushundim dada. Nima ekan? Tushun, hozir olib kelaman. Bering. Ha, bu mas hozir. Mayli dada. Nima sallaman, izdivatsa qilyapsanlarmi? Aha, yo'q, bunday qilib Ha? chiqishim kerak deylar. Yo'qal ko'zima ko'rinma. Qaytib tualetga kirmayman.